davlat dasturining ijrosi umuman O'zbekistonimizni bugungi kundagi iqtisodiy islohotlarni natijalari nuqtai nazaridan agar tahlil qiladigan bo'lsak, umumiy ko'rsatkichda bir nechta asosiy masalalar bor. Bular hammasi O'zbekistonni bugungi kunda murakkab sharoitga qaramasdan iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab kelayotganligini ko'rsatadi. Investitsiya dasturi doirasida 1,4 milliard dollarlik 25 ta loyiha ishga tushirilishi natijasida 7000 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Minimal iste'mol xarajatlarini hisoblashda yoki bo'lmasa mana shu inflyatsiyani ko'rsatkichini hisoblashda, energetikani, kommunal to'lovlarni ulushi qanchalik reallikka javob beradi? Qo'shimcha biz tariflarni oshirish bo'yicha demak choralar ko'radigan bo'lsak, qo'shimcha ravishda bu minimal iste'mol xarajatlarini qayta ko'rib chiqamiz. Davlat organlarining demak faoliyatini, sohasini liberallashtirib, xususiy sektorga o'tkazish bo'yicha takliflar kiritish nazarda tutilgandi. Uy-joy kommunal xo'jaligi ham shu sohalar jumlasidan qaysi davlat funksiyalarini mana shu sohalarda demak xususiy sektorga o'tkazish bo'yicha takliflar kiritildi. Pul sarflab, davlat byudjetidan ajratayotgan mablag'larimiz asosida xorijlik o'qituvchilarni O'zbekiston tomoniga berayotgan natijasi qanday bo'lyapti? 2300 ga yaqin o'sha xorijiy til o'qituvchilari respublika tumanlari bo'yicha maktablarda dars berish kutilyapti. O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirish natijasida davlat boshqaruvi, sud huquq, ijtimoiy va iqtisodiy sohalarni isloh etishda muhim amaliy natijalarga erishildi. Ko'rsatkichlar, ijobiy ko'rsatkichlar avvalo fuqarolarning, aholining hayotida his qilishi kerak bo'ladi. Davlatimizda juda katta islohotlar bo'lyapti, juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Juda katta va bu murakkab sharoitda bo'lyapti. Juda og'ir sharoitda bo'lyapti. Uni agar sizlar deputatlar orqali aholiga ko'rsatib bermasanglar, qachon ko'rsatasizlar?